mufakkir, shoir va davlat arbobi Alisher Navoiy tavalludiga bag'ishlangan Navoiyning Mahmud qulub asarida u ishqni avom ishqi, xos ishq, siddiq ishq turlariga bo'lgan va pok niyat, pok ko'ngil, pok ko'z xos ishq kishilarda bo'lishini ta'kidladi. Hicri 844-yıl Ramazan ayının 17 günü, yani miladi 1441 yılının 9 fevralida Hirotda tug'ilgan. Hirot shahri 15 asrning birinchi yarmida Sohibqiron Amir Temur asos vafot etdi. Fors tilida ijod qilgan, keyinchalik turkiy tilni ilmiy ravishda yuksaltirilgan. Alisher Navoiy asarlarni qayta-qayta tahlil qilib va mukammal bo'lmagan nusxalarini yo'q qilgan. Yetkazish barchamizning muqaddas burchimizdir. Tadbirimizda ishtirok etganingiz uchun barchangizga